Diqqat, shoshilinch xabar. Dahshatli transport hodisasi sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Yaponiyada 67 ta avtomobil ishtirokida yuz bergan yirik yo'l transport hodisasidan so'ng Kanisu tezyurar trassasida harakat qisqa muddat ichida tiklandi. Yo'l qismi qariyb 38 soat, 1,5 sutkadan ortiq vaqt davomida yopiq holatda qolgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avariya katta yuk mashinasi burilishdan keyingi nishapda sirg'anib ketishi ortidan boshlangan. Uning ortidan kelayotgan yengil avtomobillar birin-ketin to'qnashib, zanjirsimon yo'l transport hodisasi yuzaga kelgan. Fojia oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, 26 nafar fuqaro turli darajada jarohat olishgan. Kuchli to'qnashuv va yonilg'i oqib chiqishi sabab kamida 20 ta avtomobil yonib ketgan. Favqulodda xizmatlar qisqa vaqt ichida vayron bo'lgan transport vositalarini olib chiqish, yo'l qoplanmasini tozalash va xavfsizlikni tiklash ishlarini olib bordi. Natijada trassada harakat belgilangan muddatdan tezroq qayta yo'lga qo'yildi deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.